Bola chetlatda o'sha Pristianini. Pristiani. Chetlatda o'ynatmas ekan. Boshda shu ko'rishi bilan bir baloni orttirmasin deb turib, ikkalasidan bittasini tanlashgan. Ana uni tanlasa yana irqchilik bo'ladi. Lekin tan olmabdi, men boshqa so'z ishlatganman debdi. UEFAga anaqa ko'rsatma bergan. UEFA hozir yangi qoida ishlayotgan ekan. Janjal bo'ladi-yu, konflikt boshlanayotgan paytda kim og'iz yopsa, bo'l. Nima deyishdan qat'iy nazar. Mana shu to'g'ri. Og'iz yopib, onanib ketaysan sendan desang, farqi. Markaz sektorda aytdim-da, shu misol. Mana uchalamiz gaplashib o'tirganimizda siz bilan ikkalamiz pichirlashib gaplashsa, jamoaga botadi. U yaxshi gap gapirgan bo'lsak ham shubha paydo bo'ladi. O'zingni qar. Mayli, nima deyishinglar mumkin menga qarshi? Mayli, teskarisini ayting. Qara mahallichilikni qara. Yo'q, men teskarisini aytaman. Sizlar yaxshi boshqacha aytaman, boshqacha. Montaj, dubl. Aytadi-yu. Yo'q, qarang. Bittasi gapirib ketsa o'zingni olaylik deb qo'yadi. Ha, svetni o'chiradigan odamlar shunaqa deb o'chirar ekan, bilasizmi? Hammangni deb turib. Elektr zetdagi. Xo'p, men ikkalaylar o'tiribmiz. Sekin pichirlashib gapirsangiz, men ko'nglimdan o'tadi. Maqtab gapirsangiz, bo'ladimi? Mana o'zimga oldim, nagruzka. Bo'ladi. Men bilmayman nima deganinglarni. Yaxshi gumonimga ham o'tishi mumkin, lekin nega pichirlashdi degan savol. Ko'p pul topayotganingizni gapiramiz. Uni pichirlamasdan ham aytolmasa-da. Hamma yo'lda chiqib ketganingizni gapiramiz. Semirib ketganingizni aytdim boya mana masalan. Shuni muhokama qilsak bo'ladi. Kam yurasiz, boshingiz telefondan ko'tarmaysiz. Mana shuncha narsani bemalol aytyapsiz, hozir to'g'rimi? Demak, agar pichirlashsanglar, juda yomon narsa aytgan bo'lasizlar. Irqchilik bo'ladi. Irqchilik emas, nimadir chilik bo'ladi. Qirqchilik bo'ladi. Hali endi kirmagan sizlar, qirqchilik. Bo'ldi, tugataylik.